Barchangizga salom, sizlar bilan birgalikda men Malar Uz. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Drive X o'yini, Drive X simulyator o'yini o'ynaymiz. Unda albatta siz like bosib, kanalimga obuna bo'lib, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Unda biz ko'p gapirib o'tirmasdan videomizni boshladik. Tak, bu o'yin mashina o'yini, mashinalar bo'ladi va ularni urganimizda pachoq bo'ladi. Xo'p, qaysi kartani tanlaymiz? Davaydi birinchisiga men ochgan mashinalarimizni hammasini urib ko'ramiz. New Yorkda urib ko'ramiz. Subway hali boshqalari ochilmagan ekan. Unda davay boshladik. Albatta meni Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar, chunki Telegram kanalimda men videolar qachon chiqishini tashlab turaman. Tak, boshladik. Bo'lmasa mana birinchi mashinamiz, qani ovozni eshitaylik-da, to'xtaylar hozir. Qarang. Oppa. Pastdagi olovni qaranglar, sizlar pastdagi. Oppa. Yaxshi. Birinchi mashinamiz anchagina yaxshi. Endi davay buni hozir urib ko'ramiz. Oldinroqqa haydaymiz. Bu tepaga chiqadi. Chiqadi. Ayrim mashinalarni juda ham past bo'lgani uchun o'sha joyga chiqa olmaydi. Va urdikmi? To'xta, boshqatdan mana kelamiz. Bo'ldi, bildim. Drift qilamiz. Dasiga drift qilamiz. Yo'q, suvga tushma, motor ketdi. Normalni kelolmayapti hali. Yaxshi. Suvga tushsa motor ketib qoladi. Hayotda bilmadim nima bo'ladi. Davay boshlaymiz. 1 2 3. Necha tezlikda borib mashinamiz qanchalik darajada pachoq bo'lishini ko'ramiz. Sekinlashtirilgan kadrda albatta. Bu o'yin kompyuterdagi BMG Drive o'yinidan chopilgan degan bo'ladi. Sekin. Va oppa. Tezlashtiramiz. Bo'ldi, mana. Va mashinamiz shu joyda. Oy. Mana qaranglar, realist ishlaydigini. Manalar qirildi ham dashi. Manaxlar qirildi. Manaxlar deraza sindi. Mana derazalar umuman yo'q. Sal tezlashtirib yuboramiz, bo'ldi. O'yinda laglar bor, qotadi. Qotishdi, qaranglar, qotishdi. Menda qotyapti. Videoda oldin umuman qotmasdi. Nastroyka middle, mana qaranglar. Middle'da turibdi. Ultraga qo'yib o'ynardim-da, videodan tashqari umuman qotmasdi. Hozir video olinayotganigami bilmayman. Middle'da turibdi, qotyapti. Voy. Juda yomon qotyapti. Tak, bo'ldi, pachoq bo'lishini ko'rdik. Endi bo'lsa ikkinchi mashinaga o'tamiz. Mana mashinalarimiz hammasi bor o'zi ham. Ayrimlarni ochmaganman, reklama ko'rish kerak. Bir ikkita o'zimga qiziq bo'lganini ko'rganman. Mana bu R8 da ochishim kerak ekan, lekin ochilmagan. Range Roverimiz bor bu yerda. Qorasini qizilini? Qorasini olib ko'raylik. Fernand. Oppa. Normal. Ovozini qanaqa? Ovozi. Olov ko'rinmayapti-yu.
lekin sizlarga ovozi eshitilyapti bilaman. Ichini ham ko'rish kerak. Ichi. Ichi ham yaxshi, так, нормально. Yaxshi ishlabdi ichini ham. Так, давай bu mashinamizni ham hozir. Bu mashinamiz adashmasam tepaga chiqa oladi, chiqadimi? Bilmayman. Ha, bo'ldi, chiqar ekan. Endi maksimalniy gaz bosamiz Range Roverda. Давай, 100, 120, 130, yaxshi, 140, 150. Hoppa. Sekinlashtiramiz. Pasaytiramiz mana uni, sal tezroq, sal pastroq. Bo'ldi. Mana. Uriladi hozir, va oldi bamperniga va balonlargacha chiqib ketdi bunda. Balon ketdi, o'zini hayoti bilan yashashga ketdi balon. Tepada mashinada gradusi ham bor ekan. Mana. Orqa bufer qanday tushib qoldi? Qo'yib yuboramiz. Urilgandan keyin juda ham qotyapti. Bo'ldi, endi qotmay qoldi. Endi bir yangilab olamiz va boshqa mashinani endi ko'ramiz. Keyingi mashinamiz Gelik, Mercedes Gelik Wagen. Mana endi kimga qaysi bilmadim, lekin menga BMW yoqadi, ya'ni BMW yoqadi to'g'rirog'i. Nimaga unday qotyapti hozir? Qaranglar. Nimaga unday qotyapti? Men qizig'i pachag'ammasda, to'xtanglar, qaranglar. Lowga tushiraman. Lowda ham qotib yotibdi baribir. Lowda qaytan qotyapti-ku. Middle muncha hakka qo'yish kerak. Baribir qotyapti. Hozir bitta o'yindan chiqib kiraman. Tak, o'yindan chiqdim. New York kartasiga yana bir marta kiramiz. Mashinamizni o'zgartiramiz. Endi qotmayaptimi? Yaxshi. Qaranglar. Hoppa, yaxshi bu ham. Tak, ichi qanaqa? Ichini o'ziga o'xshatib qilmabdi. Mayli, farqi yo'q, davay bos. Gazini bos. Tepaga chiqalar ekan, yaxshi. Hali bizda Bugattilar ham bor. Bugatti bor. 300 da kelib uramiz Bugattini. Yoki 200 dami? Bos gazini bratishga. Bo'ldi, to'g'ri gaz bosamiz. 100, 200, 150, 200. Sekinlashtirish esimdan chiqib ketdi. Ikkita balon ketdi. Oldi bufer polностью ketdi. Motor ketdi, sarg'ayib qoldi motor, lekin qizarmadi. Motor ketdi. Bo'ldimi? Mashinamiz shu joyda. Motorni qaranglar. Motor mana bu yoqqa kelib qoldi. Motor shu yoqqa kelibdi. Odam uje o'lib, jani o'lib ketdi odam. Normalniy yurdi, lekin zo'r yurib berdi. Endiga keyingi mashinamiz bo'lsa bizda Volkswagen Jok, ya'ni qo'ng'izcha. Qaranglar, zo'r mashina bu ham. Ichlari bor. Ajoyib. Tak, bos. Ovozini, ovozini qaranglar. Ovoz baland pasmi?
Menimcha baland emas bo'lsa kerak. Bilmadim. Yana ham bilmadim ovozini. Agar baland bo'lsa, keyingi videolarda pasaytirishga harakat qilib ko'raman. Pastroq qilaman keyingi videoda. Tak, bo'ldi. Gazini bos, bratishka. Gazini bos, davay. Nomer ultra deb yozib qo'yibdi, lekin boshqa nomer qo'yish kerak edi. Mayli. Voy, ba'zir 100 ga chiqyapti-ku bu mashina. Ba'zir 100. Zo'rg'a 120 zo'rg'a. Tak, sekin kelamiz. Davay. Ishonaman senga, davay. Bitta zo'r pachaq bo'l. Qani. Hop. Yo'q, uncha pachaq bo'lmadi bu lekin. Endi kam keldik, 100 keldik. 100 ham kam tezlik emas o'zi. Eshiklar ochilib ketdi. Lekin odam tirik qoladi, lekin travma oladi, bir joyi sinib, bir narsa bo'ladi. Lekin tirik qolish ehtimoli menimcha bor, chunki unchalik ham mashina kirib ketmadi boyagi mashinalardek. Endi boshqatdan qilamiz va yangigina mashinamizni olamiz. Endigi mashina bizda Bugatti. Bugattini keyinroqqa asrab qo'yamiz. Kerak, yaxshi. Buni keyinroqqa asrab qo'yib, sal sekinroq yuradiganidan olamiz. Bu mashina Ford Mustang bor ekan bizda, Ford Mustang. Yo'q, mana shu kichkinacha mashinani olamiz. Oppa, turishini qaranglar, buni turishini. Matiz. Ichini ko'raylik-chi. Obo, ichi normalniy. Mini degan mashina, shunaqa mashina bu. Tak, bitta o'kirtiraylik-chi. Yaxshi. Davay, bos gazini. Tormoz va orqaga o'girilib olamiz. Ketdik. Davay, ketdik. Endi yana ko'ramiz. Bu Jukdan tezroq yurayapti bu. Конечно, Jukdan tez yuradi. Juk nechinchi yilgi mashina bu? Bilmayman nechinchi yillik mashinani ham. Bu mini degan mashina, lekin bilaman buni. Matizga o'xshab ketadi. Hop. 127 tezlikda kep urilyapmiz. 4-skororsda motor sarg'ayib qoldi. Даже oldi bufer qizarmadi ham. Esinglarda bo'lsa, hamma mashinada oldi bufer qizar etgandi. Bunda даже motor ham ishlayapti, yuryapti mashina. O'lmas mashina ekanda bu. Boshqa mashinalarda gaz bosib ko'rgandim, yurmadi. Bu yurib ketdi. Qoyil, lekin mana airbaglar chiqdi. Qoyil, ketdik, yana borib uraylik-chi. Sekinlashtiramiz. Sal tezroq. Davay. Endi qizardi. Endi ham menimcha yursa kerak. Bemalol. Men hali o'lganim yo'q, deyapti mashina. Endi mana qasiga borib urilamiz. Bo'lmadi-ku. Davay, boshqatdan. Bitta undasiga aylanib olamiz. Ili to'g'ri borib hozir yana bitta shunaqachasiga uramiz. Suba. Orqasi qizardi, lekin mashina yurishda davom etyapti. Mana driftchalar ham qilib qo'yyapti. Endi bo'lsa keyingi mashinamizga o'tamiz. Keyingi mashinamiz bo'lsa bizda Ford Mustang. Ford Mustang. Mashina olganimiz yaxshi emas. Davay, Ford Mustang mana yaxshi. Qani
ichi lekin normalniy boyagi mashinalardan yaxshi qilingan. Va davay. Hoppa. Yaxshi, davay ketdik, bos. Ford Mustangga ham hozir borib buzamiz. Ye, tegib qoldi bu. Ayrim mashinalar aytganimdek tegib qoladi. Oldinga, orqaga. Davay. Gazini bos, bratishga. Hozir borib mashinamiz maksimalni uramiz. Tak, tezligi 120, 130, 140, 150, 160, 170. Sekinlashtir. Yaxshi ulgurdim. Tezlashtir, sekinlashtir. Bo'ldi. Xo'p, va. Oldi bu fer qizardi bunda. Oldi balonlari sarg'aydi. Ozgina latiydi. Voy, orqani qaranglar. Yommayo. Qolgan hamma narsasi yaxshi menimcha. Bo'ldi, yaxshi. Ye. Mashina yuradimi? Mashina yuryapti bu ham. Bu ham o'lmas mashina ekan, Ford Mustang. Ford Mustang ham zo'r mashina menga ham yoqadi. Anaqda buferlar qolib ketibdi. Balon chiqib ketdi-ku. Balon chiqib ketdi. Mana balonimiz bizda. Mana balon. Turibdi mana. Shu yoqda, bu yoqda bo'lsa bizda mashinamiz yo'q bo'lib ketibdi-ku. Nima yurmayapti? Yomg'ir yog'dirsak bo'ladi. Quyosh, bulut, yomg'ir. Quyosh qilib qo'yamiz. Mashina уже yetib kelibdi. Boshqatdan qilamiz va endi yangigina mashina olamiz. Endigi mashinamiz bizda bu ochilgan bucha yo'q. BMW ni olamiz. Mana BMW E30. Nimaga mana qizil? Ichi normalniymi? Yo'q, ichi sal normalniy qilibdi-da. Ovozini eshitamiz hozir. Hoppa, ovoz changdan seni. Yaxshi ovoz, davay. Hayda. Bu urilmaydi degan umiddaman. Ana buni ham pastlik qildi. Va bu urildi. Demak, bunda uncha tepaga chiqmaymiz. Yoki chiqsak ham bo'ladi. Qani sekinroq borib bir chiqishga harakat qilib ko'raylik-chi. Mana chiqadi. Yaqin borma. Bo'ldi, davay. Ketdik. Mashinani to'g'rilab oldik. Tak, 100 уже. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Sekinlashtir. Yaxshi ulgurdim. Tezlashtir, sekin. Mashina anchagina tushirilgan ekan, qaranglar. Va bizni BMWmiz ham kirib ketdi. Oldi buferda ikkita yon tomon qizarmadi, lekin eshik har doimgidek ochilib ketaverar ekan endi. Tak. Tezlashtirib olamiz. Mashinani motori ishlamayapti. Bu degani уже mashinamiz yo'q bo'ldi deganim. Tak, endi bo'lsa keyingi mashinaga o'tamiz. Keyingi mashinamiz esa bizda qaysi mashina? Ferrari. Tak, to'xtanglar, hozir rangini bilan balon bir narsasini o'zgartirib olaylik. Ferrariga
qizil rang yarashadi. Ferrariga qizil rang yarashadi. Tak, baloni. Balon emas, o'zi bu shina. Tak, buni qanaqa qilamiz? Qizilmi yo qop-qorami? Qop-qora tursa yaxshi. Davay. Bu Ferrarida boyagi anaqa joyga tepasiga chiqib bo'lmaydi. To'xtanglar. Tak, ichi zo'r, ichi dahshat, gap yo'q. Ovozni eshitamiz. Oppa, 3 talik glushitler o'rtada turibdi o'zi ham. Tak, ketdik. Tepaga chiqmaymiz bunda. Sal sekin. Bo'ldi mana. Tepaga chiqmaymiz, bo'lmasa mashinamizni makillato'ra. Yo'q, chiqsak bo'larkan. Bo'ldi yaxshi. Men tez kelganimga menimcha chiqa olmagan. Videodan oldin tez kelib, mashinalarni test qilib haydab ko'rdim-da o'zim. Davay. 100 uje 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180 tormoz. 188, 190, 191 uje. 192 ham uje. Davay. Va mashinamizni uramiz. Yo'q. Balonlar sarg'aydi har doimgidek. Tak, mana yoqda airbag chiqdi. Qirilib ketdi hamma joyi. Mana mashina. Tak, mashinamiz yuradimi? Yo'q, mashinadan asar ham qolmadi. Mashina tugadi shu joyda mana. Endi bo'lsak mashinani to'xta. Bu yoqdan qanday chiqamiz? Mana shunday span qo'yamiz. Endi bo'lsa mashinani o'zgartiramiz va kutilgan daqiqalar Bugatti Veyron mashinasi, Chiron demoqchi bo'pman. Veyron mashinasi mana turishini qaranglar buni. Tak, ichi mana rul katta, kallamdan ikkita keladi. Endi nima o'yin bunaqa qilgan bilmadim. Tak, qaranglar. Ovoz g'alati degan lekin lekin zato Bugatti tepaga chiqadimi? Bu ozgina oldi bamferimiz tegdimi? Mayli. Tak. Bo'ldi. Qanchalik ziyon yedi oldi. Voy, oldi o'sha kirib ketibdi. Mayli, davay, bos. Gazini bos. Nomerni o'zgartirmayapmiz. Ultra degan nomerda turibdi, mayli. 200. Hali hech qaysi mashinada 200 ga chiqmagandik va 220, 226. Tezlashtir. Tez bo'ldi mana 230 da kelib urilyapmiz. Qani? Opa. Balon ham chiqib ketdi mana. Balon ketdi o'zini hayoti bilan. Ana balon qayoqlargadir ketib qoldi. Voy, qayerdaman? Tezlashtirib yuboramiz. Voy, mashinamiz chappacha bo'lib qoldi. Mana mashinani turishi. Tak. Balonlar qani? Qayoqqa dumalab ketdi? Balon. Shuncha uzoqqa ketdi ekan. Yo'q, bo'lishi mumkin, ha? Balon yo'q, topolmadim. Mana mashinamiz ham to'xtanglar. Hali yana bitta mashinamiz bor aytgancha. Hozir yana bitta mashinamiz bor. Esimdan chiqib ketibdi meni. Bu mashinamiz bo'lsa, sizlar bilgan o'sha Supra. This is Supra deydi-ku mana. Supra, qaranglar buni turishini.
Zo'rmi? Gap yo'qmi? Ovozchan. Buni ovozini boshqa mashinalarga qaraganda yaxshi qilib ishlagan. Endi rul ham toza katta-ku, lekin normal. Qaranglar, yurgandan keyin hamma Supra'da bor shu narsa. Video deb qo'ya, qaranglar. Ana eshitdinglarmi? Vish deb qo'yadi. Jonivor yoradi, lekin hozir BMWni hamma modeli ham yo'q ekan. M5, M4lar. Shu faqat shu anu bor ekan. Tak boshladik. 100 120, 130, 150, 160, 170, 180, 200. 200 bu ham 200 ga chiqdi, молодец. Davay. Suprani ham hozir buzib taylaymiz. Hayotda emas, lekin hayotda buzish uchun milliarder bo'lish kerak yoki millioner. Davay. Qan. Qizardi. Pastda ko'rishingiz mumkin. Orqa Qodir Ali. Mana tushunyapsizlarmi? Qaranglar. Orqa balonga ziyon yetibdi. Mana pastdagi sarg'ayib turgan narsa. Oldi balon yangi sveji turibdi, orqa balon sarg'ayib ketib yotibdi. Chap tomondagi bamferini chekkasiga hech bala qilmabdi. Mana tomondagimi, qaysi tomondagidadir. Oldi balondan orqa balon ko'proq ziyon yedi. Qanday? Mana mashinamiz qirilib ketdi. Lekin cho'tki mashina. Maisha bitta shu mashinada yaxshi ishlagan, qarang. Ana deb qo'yadi. Jonivorda bu jonivor. Oppa driftchalarni yo'rayapti. Driftoy ekanda o'zi bu. Mana qaranglar, driftda tormozni bosmasam ham o'zi drift qilib burilib ketyapti. Driftingga quloq. Drift anosin bosmasa ham mana qaranglar. Ana tayladik mashinani o'sha. Tak, unday bo'lsa videomizni shu joyda tugatsak ham bo'ladi. Hammangizga xayr, sizlar bilan birgalikdaman. Malar uz bo'ldi. Keyingi videolarda qaysi mashinalarni ko'rishni xohlaysizlar? Iloji boricha shu o'yinda ichidagi mashinalarda bor mashinalarda aytsanglar yaxshi bo'lardi. Mana bo'lmasam endi oldi balon yedi. Tak, mana mashinalar ko'rsatib o'taman. Mana Porsche bor, Pagani, Pegassi deb yozib qo'yibdi. Lamborghini bor. Lamborghini mana yoqda mashinalar ham bor. Nissan GT ham bor. Audi R8 bor, zo'r mashina, tez yuradigan mashina. Mana yoqda Milisa mashina ham bor ekan, Dodge. Porsche, Lamborghini, mana Jeep bor, Ford bir narsalar. Mana yoqda Kamaz ham bor ekan. Keyingi videoda Kamazni ham albatta olib ko'ramiz. Unda barchangizga xayr, sizlar bilan birgalikda men Malar uz bo'ldim. Hammangizga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Xayr hammaga.